Assalomu alaykum hammaga. Yangi tovarlarimiz keldi. Har xil turda, har xil variantda sizlar uchun keltirib qo'ydik. Anchadan beri bizani kuzatayotganlar bilishadi. Endi optim narxlarda doniga ham sotilyapti. Brand deysizlarmi, Dantella Vitami, Dantella brendmi, har xilidan bor. Jetski variantlarimiz ham bor. Bir kishilik подростковый bolalar uchun ham bor. Brendda hozirgi paytda urf bo'layotgan shunaqa rasvetkasini ikki xil variantida olib keltirdik. Materiali ham ikki xil, ko'rinishi ham ikki xil. Lavsan materiali bilan jatka materialiga kelgan. Ko'pchiligida so'ragan to'rttali navochkani shunaqa variantlari bor. Shahar ichida dastavkalarimiz mavjud. Viloyatlarga BTS pochta orqali boradi. Kimga qanaqasi ma'qul kelsa, lichkadan yozsanglar, dastavka qilib beramiz. Narxlarimiz byudjetli narxda 140 ming, 150 mingdan qizlar. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ko'pchiliginglar so'rayapsizlar Dantella brend bilan Dantella Vitani farqi nimada? Unaqa katta farqi yo'q. Grammajida ko'tarib ko'rganinglarda ham Dantella Vita og'irroq chiqadi. Farqi shunda. Bemalol aloqaga chiqinglar qizlar. Hammaga dastavka qilib beramiz.